almost obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money, get out of debt and invest for the long term in the stock market. Boy va qashshoq dunyoqarash. Maktabga bor, ish top, mablag' to'pla, katta bozorga sarmoya kirit. Bu gaplar ko'pchiligimizga tanish. Biroq million dollarlab pul bosib chiqarilayotgan bir paytda pulni asrashda ma'no nima? 1% va 99% o'rtasida juda katta farq mavjud. Gap faqat pulda emas. Siz masalaga kengroq nazar solishingiz kerak. Xo'sh, nima qilmoq lozim? Barchamizning ichimizda bir qashshoq inson yashaydi. Mening ichimda u hali ham mavjud. Ichimizdagi bu inson bizni xavfsiz bo'lishimizni istaydi. Unga qolsa faqat maosh olib umr guzaronlik qilsa ham bo'laveradi. Biroq ichimizda boy inson xarakteri ham mavjud. Bu xarakter barchamizning ichimizda birdek mavjud. Sizga maktabda o'qish, yaxshi ish topib, maosh olishni o'rgatilgan, lekin qanday qilib boy bo'lishni o'rgatilmagan. Siz mening Boy ota kambag'al ota asarimni o'qigan bo'lsangiz, mening boy otam menga maosh berishni rad etgandi. Maosh hayotingdagi eng zararli narsadir. Chunki maosh olgan zahoting sen ishchiga aylanasan. Mana shu hayotga ko'nikib qolasan, deb aytdi. Shu sababli ham boy otam menga pul to'lamasdi. Kambag'al otam esa hukumatda ishchi bo'lib ishlardi. U odamlarga maosh to'lash kerak deb qaytarardi. Boy otam maosh yomon narsa deb aytmayotgan edi. Aksincha, u pulning quli bo'lib qolmasligimni istardi xolos. Biznesmen sifatida u otamning ishi yaxshi edi. Aytardi: "Men boshqa biznes ochaveraman. Maoshga muhtojligim yo'q. Agar mamlakatim meni yoqtirmasa, men boshqa yerlarga ko'chaveraman. Tadbirkorlarga talab boshqa yerlarda ham ko'p. Shunday ekan, tadbirkorlikni biznes sifatida emas, balki dunyoqarash, fikrlash sifatida ko'rish lozim. Tadbirkor yangidan yangi qonunlar yaratishi va unga ko'ra ish tutishi mumkin. Bilasizmi, men kichik biznesda katta biznesni yuritadigan tartiblarim bilan ish ko'rmayman. Tadbirkorlik avvalo dunyoqarash va so'ngra mahorat va qonun qoidalarni o'z ichiga oladi. Sizning ishchi ekaningiz va biznesingiz kichik ekaniga qarab, qoidalar, fikrlash tarzi va zaruriy qobiliyatlar bir-biridan farq qiladi. Hech qachon biznes bilan shug'ullanmagan va biznesda katta muvaffaqiyat ko'zlagan insonga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Ularga mening bilan sodir bo'lgan bir voqeani aytib bergan bo'lardim. Bu mening maoshim bilan bog'liq. O'sha kun hayotimdagi eng yaxshi va eng yomon kun edi. Men Puerto Ricoda edim. Xerox'da ishlardim. Xo'jayinim menga so'nggi maoshimni berdi. Adashmasam u $50,000 atrofida edi. Lekin u pul faqat soliqqa to'lanadigan pul edi. Men chekni qabul qilgach, "Ey Xudo" deb yubordim. Bilasizmi, men hayajonlangan edim, lekin jahlim ham chiqqan edi. O'shanda Jon ismli bir yigit "Sen hali ishga qaytasan" dedi. Men "Nega?" deb so'radim. "Chunki sen muvaffaqiyatga uchraysan" dedi u. Men jahlda unga so'kinish bilan javob qaytardim. Chunki uning o'zi shunday qilgan edi. U Xerox'ni tark etib, ishi yurishmay qaytib kelgan edi. Men unga "Quloqmil, muvaffaqiyatga uchrading va qaytib kelding. Mening omadim yurishmay qolsa ham orqaga qaytib kelmayman" deb aytdim. Ana shunday dadillikka erishish kerak. Agar "Mayli, omadim kelmasa qaytib kelaman" deb aytsangiz, rostdan ham shu narsa ro'y beradi. Men muvaffaqiyatga uchragan paytlarim haqiqiy biznesmen bo'la boshladim. Chunki yillar davomida mablag'siz qolishimga to'g'ri keldi. Hattoki maosh ham olmasdim. Shuning uchun ham mening boy otam quyidagi so'zlar bilan meni ruhlantirardi. "Ko'rdingmi? Sen maosh olmasang, sen och qola boshlaysan va miyangni yaxshiroq ishlatishga majbur bo'lasan. Bu xarakteringni chiniqtirishdir. Aldovchi, tovlamachi, o'g'ri bo'lasanmi yoki yaxshi inson bo'lib yetishasanmi?" Biznesmen bo'lishning foydali jihati shundaki, siz hech narsasiz qolgan paytingizda aslida kim ekanligingizni kashf eta boshlaysiz. Holatga kengroq nuqtai nazardan turib qarasak, ko'plab odamlar "Mening bilan nima sodir bo'ladi" degan savol ustida bosh qotirishadi. Lekin kattaroq jabhada qaraydigan bo'lsak, nimadir yomonlik sodir bo'lganda qandaydir yaxshilik sodir bo'lishini anglab yetamiz. Biroq sizni oldinda kutib turgan narsalarga tayyor turishingiz kerak. Keyingi 20 yil sizning oxirgi 20 yilingiz bo'lish haqida o'ylasangiz, dahshatga tushasiz. Bilasizmi, supermarketga borib sut sotib olsak, yaroqlilik muddatiga nazar solamiz. Biroq ko'plab odamlar o'zlarining miyalarining yaroqlilik muddati haqida o'ylab ham ko'rmaydilar. Men qarzlarimdan qutulish o'rniga yanada ko'proq qarz oldim. Yaqindagina qarzlarim 300 millionga yaqinlashib qoldi. Men 5% manfaatdan 2,5%likka o'tdim. Men bu orqali katta pul topdim. Har oy yanada ko'proq pul kirib keldi. Chunki men ishlatadigan miqdor kamaygan edi.
Shunday ekan, ba'zida iqtisodchi ekspertlar qarzlardan qutul deb aytsa, men ulardan qanday qilib foydalanishni o'rgan deyman. 1973-yilda yanvarda Vyetnamdan qaytganimdan so'ng, boy otam menga maktabga borishni va sarmoya kiritishni o'rganishimni aytdi. Ammo men sarmoya kiritishni emas, qarz va soliqlar bilan ishlashni o'rgandim. Qarz va soliqlar boylarni yanada boyitadi. Qarz va soliqlar o'rta qotlamni yanada qashshoqlashtiradi. Doktor yoki huquqshunoslar kabi boylar muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Doktorlar muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Albatta, ular ko'p pul ishlab topishyapti, lekin uylariga kamroq pul olib kelishyapti. Mening doktorim bir kuni menga qarab baqirdi va nihoyat $1 million mablag'ga ega bo'ldim, deb xursandchilik bilan aytdi. Bu voqea 3 hafta oldin sodir bo'lgan edi. Men undan soliqqa qancha pul to'lashni so'radim. U $650 ming deb aytdi. Demak, uning puli $450 ming atrofida ekan. Va bu uncha yomon emas. Biroq men $1 million ishlab topsam, men uning barchasini o'zimda saqlayman. Buning sabablaridan shundaki, men bu mablag'ni pul uchun ishlash yo'lida orttirmayman. Agar maosh uchun ishlasangiz, sizga soliq tortiladi. Shu sababli ham boy ota kambag'al otadagi eng birinchi qoida shunday. Boylar maosh uchun ishlamaydi. Ular tadbirkorlik qilishadi. Ular yer mulkiga egalik qilishadi. Men bozorga sarmoya kiritmayman. Buning sabablaridan shundaki, biznesmen sifatida men o'z daromadimni to'laydigan soliqlarim ustidan nazorat o'rnatganman. Men ham tadbirkor, ham yer mulki bo'yicha sarmoyador bo'lsam, hech qancha soliq to'lamayman. Shu sababli har doim biznesmen sifatida $1 million ishlab topganimda, uni yer mulki uchun sarmoya kiritishga sarflayman. Men shunday qilib $1 million bankdan 4 million qilib olaman. Shu sababli men banklarni yoqtiraman. Albatta, ular ko'pchilikka qiyinchilik tug'diryapti, ammo menga juda katta naf keltiryapti. Aytmoqchisizki, banklar sizdek insonlarga foydali, ammo pul uchun ishlaydiganlarga zarar, shundaymi? Pulni saqlab yuruvchilar va maosh uchun yuruvchilar zarar ko'radi. Qarzdorlar esa foyda ko'radi. Qarz va soliqlardan oqilona yo'ldan foydalanish badavlatlarni yanada boyitadi, qashshoqlarni esa yanada qashshoqroq holatga soladi. Siz har doimgi g'oyalar ko'ra ish tutsangiz, har doimgi natijalarga erishasiz. Ko'plab odamlardagi g'oya maktabni o'qish, ish topish, qattiq mehnat qilish, pul topish, qarzlardan qutulish va uy sotib olishdir. Va bu eskirgan g'oya. Dunyo o'zgargan. 1971-yilda prezident Nixon oltin borasidagi mezonlarni o'zgartirganida dunyo o'zgargan edi. Maktablarni yo'qotsak nima bo'lardi? Hech qanday ta'lim sistemasiz hammasi yaxshiroq bo'lgan bo'larmidi? Ayni damda ta'lim har doimgidan ham muhimroq, u shunchaki eskirgan xoros. Mureni qonunini bilasiz. Unga ko'ra ma'lumot har 18 oyda 2 baravar ko'payadi. Demak, 18 oyda barcha narsa eskirgan bo'ladi. Bu yaqinda aniqlangan narsa. Siz maktabni bitirib chiqqaningizda g'oyalaringiz allaqachon eskirgan bo'ladi. Mening o'zim ham qarib qolgan insonman. Men Harvardda o'qiganman. U yerda birga o'qigan do'stlarim bilan ko'rishsam, qancha vaqt bo'ldi bitirganimizga? 50 yilmi? deb so'rab qo'yaman. Bugungi kunda banklar manfaatlaringizni saqlab qolishi uchun sizdan xizmat haqqi so'rashadi. Boshqacha qilib aytganda, banklar pulingizni istamaydi, chunki haddan ziyod pul bosib chiqarilyapti. Shu sababli ham yer mulki va bozorda foyda mavjud. Odamlar pul topishga urinishi esa xato. Pul toplovchilar va naqd pul asrovchilar noto'g'ri qilishadi. Odamlar men katta maosh to'laydigan ish bajarishni istayman, deyishadi. Biroq bu qarash eskirdi. Qarzlardan qutulish haqida o'ylash eskirgan. Siz qarzlardan qanday qilib foydalanib, bu orqali boyishni o'rganadigan payt keldi. Maktabda sizni soliqlar haqida o'qitmaydi. 1% odamlari yuqorilab, 99% esa pasayib ketayotgani sababi shundaki, pul bosmadan chiqarilsa, ikki narsa sodir bo'ladi. Inflyatsiya va soliqlar. Bular odamlarni qashshoqlashtiryapti. Men biznes boshlab, katta pul ishlab kerak degan tadbirkor ayni damdagi o'zgarishlardan boxabar bo'lish kerak. Biznesmenlar esa bu ishni qilishmayapti. Amerikadagi kichik biznes egalari soni 28 million kishini tashkil etadi va ularning 24 millioni yakka shaxs biznesmenlardir. Ular boshqaruvchi bo'lmagan biznesmenlar deb ataladi. Odamlar tadbirkorlikni tushunmaslar, shu narsa sodir bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik o'z-o'zini ish bilan ta'mirlagan, ammo ularni biznesmen deb atab bo'lmaydi. O'z-o'zini ish bilan ta'mirlaganlar eng katta soliqlarni to'lashadi va hech kim ularni bundan xabardor qilib qo'ymaydi. Tadbirkorlik ruhi degan gap bor. Yomon iqtisodning o'zi bo'lmaydi. Bizlarning barchamizda, sizda, menda tashqi iqtisod mavjud. Ammo bundan tashqari barchamizning ichki iqtisodimiz ham mavjud.
Uni o'zgartirishga qodir iroda ham mavjud. O'zimdan misol qilsam, men yaxshini va yomonni ko'rishim mumkin, ammo menga buning farqi yo'q, chunki men har qanday holatda ham boyman. Biroq kambag'al ichki iqtisodga, salbiy dunyoqarashga ega inson faqat yomonlik ko'radi, chunki ular har qanday iqtisod shaklidan qanday qilib mablag' topish mumkinligini bilishmaydi. O'rta qatlam insonlarning ham o'ziga xos iqtisod shakli bor. Ular xohlaydigan narsa bu uy, muntazam maosh ish va mashina. Ulardan ishini tortib olsangiz, ular hech narsasiz qolishadi. Biznesmenda ishning o'zi mavjud bo'lmagani uchun bunday muammo uchramaydi. Balki Fuller menga o'rgatgan narsani odamlarga doimo uqtirib kelaman. Har doim tanganing ikki tomoni bo'ladi. Moliyaviy hayotingiz yomon bo'lsa, demak sizning iqtisodiy rejalaringiz yomon. Agar muntazam ish juda ham muhim deb hisoblasangiz, ishsiz qolishingiz mumkin. Ichki iqtisodingiz tashqi iqtisodga dosh bera olmay qolishi mumkin. O'zingiz boshqara oladigan va boshqara olmaydigan narsalarmi? Ha, ichki iqtisod va tashqi iqtisod. Haqiqiy biznesmenlik ichki iroda bo'lishi kerak. Bunday biznesmenlar omadsizlikka uchrasa, yaxshi bo'ldi. Men endi oldingidan ham balandroqqa ko'tarilishga harakat qilaman deydi. O'rtacha odamlar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, ular tushkunlikka tushib qolishi mumkin. Ba'zilar xatolar hech qanday ahamiyatga ega emas deb hisoblashi mumkin, ammo ular katta ahamiyatga ega. Ular siz bilmagan narsalarni sizga ko'rsatishadi. Asl tadbirkor o'sish davrida ham, pasayish davrida ham harakatdan to'xtamaydi. Ularning ishi orqaga ketishi mumkin, ammo keyinchalik yanada yuqoriga ko'tariladi. Ular bilan nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, ular natijada kuchliroq, yaxshiroq, aqlliroq va baxtliroq bo'lib borishadi. Ammo zaif dunyoqarashga ega inson doimo qo'rquvda va har safar u qo'rqqan narsa sodir bo'ladi. Ishini yo'qotishdan xavfsiraydigan odamlar bir kun kelib ishlarini yo'qotishadi. Shundaymi? Shunaqa. Barchasi o'z ichimizda. Ha, shu sababli ham tadbirkorlarning asosiy vazifasi tashqi jarayonlarni emas, ichki dunyosini boshqarishdir. Maosh olgan paytingizdan siz ishchiga aylanasiz. Siz bundan ko'ra kuchliroq bo'lishingiz kerak. Ichki olamda nazorat o'rnatish lozim. Matnni Akmalbek Jabbarov va Sevinch Jabbarovlar o'qidi.